Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Xudo xolasa mana 24 tali ishimiz bitdi. Hop ustakamizdan buni ma'lumotlarini olamiz. Assalomu alaykum ustaka. Qani bir ishlarimizni ko'rsatingchi. Kanalimiz a'zolari, xudo xolasa mana ishlarimiz tayyor bo'ldi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ishimiz xudo xolasa Buxoro viloyatiga ketyapti. Hozir yuklab chiqarib yuboramiz. Mashina keldi. 24 tali xonalari ajralgan. Xonani ajratib bering deb zakaz qildi. Xonani ajratib berdik. Chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Buni yog'ochlari lisvay, materiallari atachento, material oq. Yog'och kraskasi ham oq sepilgan. Orqalari besparda, displari bor. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli, cho'tki chiqqan. Bunimiz narxini faqat eng arzoni Mebel kanali uchun, shu holatida 6 million 300 ming qilib berdik. Oyoqlari ham 3 qavatli tumbachalari bor. Xon taxta ham bo'ladi bemalol. Xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Insofli shofirlar topib, yo'l kirasini ham arzon narxda qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chegaraga olib borib beramiz. U yog'iga o'zlari olib ketib oladi. Ha aka, bu hozir ko'zim tushib qoldi. Bu falga nimaga bu falga? Falga qilib qo'ygansiz. Bu falga hozir upakovka qilamiz. Bu videodan keyin upakovka qilib jo'nataveramiz. Upakovka hamma yo'q o'zimizning bo'ynimizda. Ish chiroyli bo'lib yetib boradi. Boshlansa zakalab tashlab berasizlar, qolganini shofyordan beraverasizlar. Bo'ldi aka, bir stollarimizni ko'rsatib o'tsak. Bir ishlar ko'rsating. Naqshlari ham bor ekan aka. Xudo xolasa hamma yo'q cho'tki chiqqan. Bunimizni o'rtasini aytib o'tdingiz-a? Bunimizda xonamizning razmerini aytmayapmiz. Xonamizning razmeri 5,5 ga 1,18. Oldi taraflarda ham gullari bor ekan buni. Xudo xolasa sizlar o'ylagan chiroyli ish bo'lgan. Mana qadrli obunachilar, laykni, obunani bosib, bangillatib yuborasizlar. Eng arzon stol stullar bizda chiqyapti, xudo xolasa. Kanalimizga laykni tarsillatib, obunani tarsillatib qo'yasizlar. Ustakamizning qo'li dard ko'rmasin. Mana xalq xizmatida mana shunaqa ishlar bitkazyapti ekan. Mana ustamizni qadrini qadrlaganlar bo'lsa, laykni, obunani bosib, bangillatib qo'yasizlar. Mana